Bir vaqtlari dalada qo'y boqib kelganimda, kechki vaqt molni qamab, Tirnovga shoshilib yugurib ketayotganimda, yirtiq krossovkalar bilan onam aytardi. "Bolam, o'zi charchab kelding. Senga zarilma" deb aytardi-da. "Joningni og'ritma" derdi-da. Onalar doimo farzandiga mehribon bo'ladi-da. Doimo farzandini o'ylaydi. Men aytardim, "Onajon, bir kunmas bir kun O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taraman. Xudo xolasa siz duo qilib turasiz" derdim televizor orqasidan. Xudo xolasa deb omin qilib olardi. Bir marta xuddaladim o'zga yurtga chiqib. Ana endi 11-may Toshkent Xuma arenada polni avlodlarim, Surxondaryo, Qashqadaryo, polni zemlaklarim keladi xudo xolasa. O'shaning oldida g'alaba qozonib, yurtimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarib, yana bir marta isbotlayman inshaalloh. Joy vaqt talab qilmay polni tirnovgan bo'lsam, xudo xolasa o'sha qishloqda oddiy jaydar yigiti, oddiy xalqdan chiqqan yigit O'zbekiston bayrog'imizni yuqoriga osmon uzra ko'taraman. Давай, O'zbekiston xalqi.